Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Vokzaldan, polipodvaldan tayyor biznes sotuvga chiqqan. Vokzal oldidagi ostonovkani orqa tarafida Novostroykani polipodvalniy помещение video obzorini boshlaymiz. Sotuvga chiqqan 308 kvadrat. Bu yerda o'zlari ishlab chiqarish bo'lgan, konditerskiy sex bo'lgan. Bundaqa zinadan kirishda tayyor remont bilan kirishimiz. Bu yerda oldin hozir ishlab turibdi, tayyor biznes ishlab turibdi. Konditerskiy. Mana buvichka non pishiriqlab pishiradigan sex ochilgan. Bu yerda lipsreshiyan o'tiradi. Mana bu xonamiz. Bu yerda tayyorlaydi pishiriqlarni. Mana shunaqa ko'rinishda remonti bilan. Mana birinchi podvalimiz, derazalar ko'chaga qaragan. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Bitta xonamiz. Suv bor, gaz bor, elektr energiya muammo yo'q. Bu yerda sanuzel alohida uborni xonamiz. Dushovoy xona. Hammasi ishlaydi. Bu hududda gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Vokzal hududi. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yerda o'zlari choy ichadi. O'tirib shu yerda dam olishadi. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Tayyor biznes remonti bilan. Mana bu yerda bitta skladimiz bor. Skladimiz kaliti yo'q ekan. Bu uchinchi xonamiz. Xonamizni ko'ryapsizlar. Katta. Bu yerda ham prilavkalar yasalgan. Bu yerda hozir ishlab turibdi. Xotin-qizlarimiz ishlayapti, pishirib. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Mana okошко ochiq turibdi. Prilavkalar mana shunaqa upakubka qilyapti bu kishi. Mana shunaqa rolikchari, mana bu avtomat apparatlari bilan mana hozir nonni qo'ygandan keyin upakubka qilib shuni joylashtirib beradi. Mana shunday. Bu yerda hozir unlamiz bor. Vitishkalari bor. Mana bu yerda hozir xotin-qizlarimiz mana pishiryapti mana. Mana bu mishalka, mana shuni hamma narsa ko'rinishda. Mana shu ham bitta xona. Sklad desak bo'ladi. Non, restoran qo'yilgan. Yerda o'zlari pishirib, mana ko'rinishda. Bu yerda hozir mana nonlarni ko'rib turibsiz. Qora nonlarimiz pishirib, juda sevimli. Yaxshi iste'mol qilinadigan. Bu ham qora nonlar. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu yerda nima ko'rgan bo'lsalaringiz, hamma narsa olib ketilinadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini описаниеda qoldiramiz. Like bosishni, podpisatsiya qilishni yodlaringizdan chiqarmangizlar. Kim izlayvergan bo'lsa, tayyor biznes izlayvergan bu xodimlarga jo'natib, tanishlarga jo'natib qo'yingizlar. Bu yerdagi pechka, hamma narsa olib ketiladi. Agar o'rtada yana savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz biz javob beramiz batafsil. Yerda ko'rgan narsalaringiz hamma narsa olib ketiladi. Agar pulga kelishayotgan bo'lsak, agar pul bilan kelishadigan bo'lsa, taylib ketaman deyapti. Har bitta apparatlari ulasku yaxshigina summaga ega bo'lar. Mana shunaqa ko'rinishda like bosishni, podpisatsiya qilishga, tayyor biznes izlayverganlarga jo'natib qo'yamiz.